Assalomu alaykum barchaga. Fizika fanini oson o'rganish uchun nima qilish kerak? Fizika fanini oson o'rganish uchun avvalo fizikadan Usmonov boshlang'ich to'plamini ishlab chiqish kerak. Ya'ni u formulalarni eslaringizda qolishi uchun asos bo'ladi. Nima uchun uni ishlasak formulalar esimizda qoladi? Chunki har bitta formulaga tushadigan 3 ta 4 ta masala berilgan. Fizika Usmonov boshlang'ich to'plamida. Mana bu yerda rasmi ham ko'rinib turibdi. Xo'p, undan keyin qaysi kitobni ishlaymiz desangiz, Innova fizika to'plamini ishlasangiz yaxshiroq. Uzoqov to'plami ham yaxshi, lekin uni qiyinlik darajasi juda qiyin emas, o'rtacha emas. Hozirgi kunda Innova fizika to'plami fizikadan o'rtacha qiyinlikdagi kitob desak bo'ladi. Uni ishlagan holda siz milliy sertifikat uchun, attestatsiya uchun yoki toifa imtihoniga tayyorlanishingiz mumkin. Meni o'zim ham 5 yildan beri fizika va matematika fanlaridan individual tarzda onlayn repetitorlik qilib kelaman. Meni video darslarimdan namunalarni YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'da Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, video darslarimdan namunalar kelib chiqadi. Agar ko'rasiz video darslarimni ma'qul bo'lsa, tushuna olsangiz, kurslarimga qatnashsangiz bo'ladi. Men har bitta o'quvchi bilan yoki o'qituvchi bilan individual tarzda shug'ullanaman. Noldan boshlab milliy sertifikat yoki attestatsiya imtihonigacha tayyorlab beraman. Kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun yoki kurslarimizga qatnashish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Yana ham foydali mahsulotlar, ya'ni foydali videolarni ko'rishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.